Diqqat, tezkor, shoshilinch xabarlar tarqaldi. Futbol muxlislari falokatga uchradi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, siz Guli TV qisqa xabarlar kanalidasiz. Kanalimizga xush kelibsiz. Yurtimizda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlardan doimo birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turishni xohlasangiz, kanalimizga hoziroq podpisatsiya tugmachalarini bosib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib ketishni ham unutmang. Nasaf muxlislari avtohalokatga uchrab, bir nechtasi vafot etgani aytilmoqda. Futbol bo'yicha O'zbekiston chempionati doirasida kecha bo'lib o'tgan Navbahor hamda Nasaf o'rtasida uchrashuvdan 0-0 dan so'ng ortga qaytayotgan qashqadaryolik futbol muxlislaridan bir nechtasi avtohalokatga uchrab vafot etgan. Hozircha voqea borasida rasmiy aniq ma'lumotlar berilmagan deyiladi xabarda.